Qizlar mana bu kechqurungi sivırtka yuzingizga shunaqa zo'r yordam beradi. Qaranglar, buni vazifasi yuzingizda ajin bo'lsa, dog'li bo'lsa, ugurili bo'lsa, bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Ko'rinishdan kichkina, ko'ryapsizlar, lekin sivırtka bu yuzga bo'k turib suriladigan narsa emas-da. Yuzga 2-3 tomchi yetadi. O'zi mana pipitka ko'rinishida-da, bu hozir bitta qo'lda ocha olmayman. Pipitkasi bo'ladi, yuzga 2-3 tomchi yetadi. Ko'ryapsizlar, bu to'ladi. 3-4 oyga bemalol yetadi. Faqatgina kechqurun ishlatilinadi. Qaranglar, buni sostavida retsinol bor, ya'ni vitamin A bor, niatinamid bor, keyin adenozin bor. Ya'ni sostavida shunaqa 3 xil kuchli komponentlar bor, что yuzinglarni juda ham zo'r qilib beradi. Yuzinglarda qora tochkalar, uguriylar, dog'lar, uguriydan keyingi dog'larmi, quyoshdan tushgan dog'larmi, juda ham quruq bo'ladimi yuzinglar, juda ham sho'rlab ketayotgan yoki juda ham yog'li bo'ladimi, umuman olganda yuzinglarni normaga keltirib beradigan juda ham zo'r sivırtka. Koreyskiy bu sivırtka effekti bomba.